değildi sensiz. Yüreğim yüreğim unut olanı senden. Bulma yolunda, git hayalımda. Yüreğim yüreğim unut değildi sensiz. Yüreğim yüreğim unut olanı senden. Bulma yolunda, git hayalımda. Arabasında basım yüzlerimizde Kulaçka tuli birden Radio Polizdan dostum Dinlemedi desem Gaplarım var desem Dinlemedi Manu dinlemedi Diyonega atay desem Birer e'tibor desem Indamadi nega u indamadi Bo'ldi dema, asablarimni yema. Indamadim, bir marta senga indamadim. Aybimni aytgin nima, yo shunchaki bu dema. Anglamadim, ne sababini anglamadim. Qo'limni qilma yomona, hayollaring jilmay tomona. Ishqingda bo'lay yagona, o'rtada bo'lmasin begona. Deyman bo'g'ingga shukur, yurak uradi dukur. Hey betima degan javob qayga bo'lasan ramon.
Eshittiramiz. FM 102.7 Vodiy Sadosi radiosi va bu soat ham siz bilan boshlovchi sevinchingiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizda kichik bir majlis bo'lib qoldi. Majlisga chaqirib qolishdim va mana shunaqa loyihalarimiz biroz tanaffus bo'lib qoldi. Shu yerdaman va bu soat odatimizga ko'ra o'qiymiz. Ya'ni kim bizni qayerda tinglayapti, nimalar bilan bandsiz, shular haqida suhbatlashamiz va qayerda Vodiy Sadosiga zo'r to'lqinga qayerdan turib hamrohlik qilyapsiz, yozing. Yozilgan xabarlar bor. Buning uchun minnatdorchilik bildiramiz qadrdonlarimiz. Bizga juda yaqin bo'lib ketgan to'lqinlar aro qadrdonga aylangan tinglovchilarimiz ko'pchilik, ularni ko'pchiliklar bilishadi, qaysi vaqtda nima loyiha ekanligini va shunga monand mos bo'lgan xabarlarni yo'llashadi. Buning uchun chindan minnatdormiz va xabarlarni ochib o'qiymiz. Assalomu alaykum. Sizlarni maktabdan kelib tinglayapman Sirdaryodan. Durdona yozganlar, Sirdaryoda tinglayotganlar haqida o'qishlariga omad tilaymiz Durdona. Men o'g'lim Sharipov Ahadjonga salom yo'llamoqchi edim debdilar. Biroz salomga kechikdingiz. 14:00 dan bu yog'iga kelgan xabarlar salomlar bo'lishi kerak emas qadrdonlar. Endi oqshomda 21:00 ga yoziladi. Salom maktub va tabriklar. Nurobod tumani Jarquduq qishlog'ida mazza qilib 521 mashinamda tinglayapmiz. Elbek, kuyov, doston jiyanlar bilan birgalikda ishingizga omad deb Jo'rabek Otamurodov yozganlar. Rahmat, sizga ham omad yor bo'lsin. Toshkent Qorasaroy ko'chasidan Muhabbat onaman. Rahmat Muhabbat ona duolar uchun. Uyda kelinim bilan tushlik qilib, radioni baland qilib olib tinglayapmiz. Chirchiqda o'g'lim ham loyihalaringizni o'tkazmasdan tinglaydi. Sog' bo'lsinlar. Siz ham albatta sog' salomat bo'ling. Sirdaryodan Yulduzman uyda o'zim radioni TVga qo'yib tinglab o'tiribman. 18-aprelda Yorjonimning tug'ilgan kunlari yonlarida bo'la olmaganimdan xafa bo'lib, o'ylab tinglayapman shuni degan xabar. Toshkent Ravshon ko'chasidan doimiy tinglovchingiz Shahnozaman. Uyda kechki ovqatga harakatni boshlab, oshxonada radioni tinglayapman. Yaxshi kayfiyatda tinglang Shahnoza. Nimalarni noto'g'ri o'qibmiz? Abduvaliyev Elmurodimga hali bu xabar o'qilishga ulgurmagandi-ku. Xafa bo'lmaymiz sizlar qadrdonlar, to'g'riroq yozishga harakat qiling. Xabarlaringizni ism shariflarini alohida bosh harflar bilan ko'rsatib yozsangiz balki xato bo'lmas. Chunki xabarlar juda ko'p. Biz imkon qadar tezroq o'qib, ko'proq xabarlarni yetkazishga harakat qilganimizda gohida noto'g'ri o'qilishlar ham bo'lib turadi. Uzr so'raymiz buning uchun. Sizlarni Jizzax viloyati Zomin tumani Hayitkultepa bo'lsa kerak qishlog'ida Iroda opam bilan kechki bazmga tayyorgarlik ko'rayotib tinglayapmiz. Zo'r-ku. Salatlar, pishiriqlar tayyorladik. Juda ham zo'r bo'ldi. Bu yerlar juda ham go'zal bo'lib ketdi-da. Hamma yoq qip-qizil qizg'aldoqlar. Zominga keling, Sevinchim opam mehmon qilamiz deb Zubayda yozibdilar. Rahmat. Taklif uchun rahmat. Borgandek bo'ldim, xursand bo'ldim, ko'nglim ko'tarildi. Hammaga yaxshi kayfiyat.
Valyutalar kursi sahifasi homiysi PayMe. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 16-apreldan boshlab amal qiladigan valyuta kurslarini belgiladi. Regulyator ma'lumotlariga ko'ra, AQSh dollari 11 so'm 33 tiyinga ko'tarildi. Shu tariqa bir AQSh dollarining 2980 so'm 89 tiyinni tashkil etmoqda. Yevro esa 45 so'm 51 tiyinga ozdi. Endilikda 1 yevro uchun 14722 so'm 93 tiyin berishmoqda. Rubl esa biroz qimmatlashdi. Plus 1 so'm 58 tiyin. Endilikda 1 rubl uchun 158 so'm 67 tiyin taklif etishmoqda. Eslatib o'tamiz, valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. PayMe'dan katta sovrinlar o'yini. Toshkent, Buxoro va Samarqandda jami 10 ta kvartira. Shuningdek, iPhone, televizor va robot changyutgichlar. Sovrinlardan birini yutib oling. Qatnashish shartlari oddiy. Batafsil ma'lumot PayMe ilovasida. Yar xafa qilding yoringni, yoringni. Bo'lmadi buncha solim, ko'rmaysanmi ahvolim, ko'nglimni olishga ulgur. O'zgalar bo'lmas yoringday, yoringday. O'zgachaman netaman, tan ol axir bittaman. Yonimga bugun
balki siz eshitmay qolgandirsiz. Xullas, eshityapman sizni, vodiyni tinglab dam olyapmiz debdilar. Har kuni deya olmayman, lekin ana shu Mirzayevga, Dilshodbek Mirzayevga xabarlar yetib boryapti. Sog' bo'ling. Balki nasib qilmagandir, kecha yoki undan avvalgi kunlarda o'qilmay qolgan bo'lsa. Bugun qizimning tug'ilgan kuni, hozir kechki dasturxon uchish shirinliklar pishirib, sizni oshxonada tinglayapman. Tursunoyxon, Surxondaryo. Denovdan yozganlar. Xayrli kun, sizni singlim Dilzoda bilan ishda mazza qilib tinglayapmiz. Gulnoza Toshkentdan doimgidek pozitiv kayfiyatdagi Gulnozaxon, sog' bo'ling. Namanganda Madina qizlarim Oyshaxon Xadicha bilan uyda tinglayapmiz. Bu qizlar juda ham sho'x bo'lishyapti. Borgan sari meni jinni qilib qo'yishadi. Dadalari hali kelsalar, quyilib qolishadi. Oilada otani o'rni baribir juda bilinar ekan. Ayniqsa qiz bolaga juda ham haqsiz bu fikrda. Qizlarni mehr bo'lakcha deymiz doim otalariga va ularga otalarini mehr muhabbati boshqacha. Ular birozgina ko'rmay qolishsa otalarini sog'inib qolishadi. Ularni eshitmay qolishsa sog'inib qolishadi. Shunday ekan mehr muhabbatlari juda zarur otalarini qizlariga. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tez kunlarda bu sog'inchlarga diydor yaxshi malham bo'lsin. Sevaman seni, topolmaysan ey mendayin devona. Kuyga kul bo'ldim,